butun O'zbekiston kuzatadi. Bilib qoldim, O'zbekiston terma jamoasini qaysi o'yinlarini sharhlasangiz ham O'zbekiston hozir yutayotgan ekan. O'zi sharhlovchilikka qiziqib qolganman, jurnalistikaga qanday kirib kelsa bo'ladi bu narsalarni juda ham qidirib, o'zimiz ustida ishlab, Husanovda bunaqa podkast tashlamasligi kerak edi. O'rganib qoldi podkastga deb aytyapti. Qodir Husanov bu yerda tezlikda yetib olish mumkin edi. Boshqa choralar bor edi. U vaziyatda Abduqodir Husanovni ko'zi bilan ko'rish kerak-da, u vaziyatda. Oston O'runov nima qilishadi? Oston O'runov qishki transferlar oynasi ochilganda menimcha katta bir top klubga o'tishi mumkin. Barselona uchrashuvini boshqa sharhlamaslikni so'rab yozdi. O'yinda ichidagi narsalarni aytish kerak. Bo'ldi. Undan oshig'iga o'tish kerak emas. Lekin Eron matbuoti ham shu klub tashlashda O'zbekiston ustidan siz yaxshi taniydigan Sardor aka Rahimov juda keskin tanqidlar, juda keskin darajadagi tanqidlar va Fabikanni bor. Zo'r. Hozirga qanaqa turibmiz o'zi? Yaxshimi ko'rinishlar? Zamonaviy sal taqvosi. Amin. Qaddiy sal ko'tarasan. Mayli, aytmadingiz. Qozonda bor. Qozonda bor chimishga chiqadi. Zaps bormi, boshlasak bo'ladimi? Bemalol. Assalomu alaykum O'zbekiston futbol YouTube kanaliga va O'zbekiston futboli podkastining dastlabki soniga xush kelibsiz. Bizning bugungi mehmonlarimiz birinchi navbatda ajoyib inson va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlarini bir necha bora sharhlagan, O'zbekistonda hozirgi kunda eng iste'dodli deya qaralayotgan sharhlovchi Muhammadiyor Soliyev hamda Sport telekanalida efirga uzatilgan Sharhgacha loyihasi ishtirokchisi va O'zbekiston futboli adminlaridan Javohir Narimonovlar bugun mehmon. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Demak, kuni kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi Align International Cup musobaqasida g'alaba qozondi. Finalda biz Eron terma jamoasini yutdik. Eronni yana yutdik. O'zi oxirgi paytda Eronni yutish bo'yicha mutaxassislardan biriga aylandik. Muhammadiyor aka, mana shu o'yinni sharhlaganingiz bilan va navbatdagi O'zbekiston terma jamoasi o'yinini sharhi bilan sizni tabriklayman. Avvalambor o'zi sharhlovchi uchun eng baland planka, eng baland nuqta bu O'zbekiston terma jamoasi o'yinini sharhlashmi? Sizda qanaqa bu narsa? O'zi sharhlovchi sharhga kirdimi, milliy terma jamoa ishtirokidagi bahsni bu faqatgina futbolda emas, milliy terma jamoa yoki mamlakatimiz sportchisining xalqaro maydondagi sharhini olib borish eng xohlaydigan, eng yuqori cho'qqa aytib o'tganingizdek, Olimpiada o'yinlari bo'lsin, chunki butun O'zbekiston kuzatadi. Diqqat markazida bo'lib turganingizni bilasiz, hayajoni yuqori bo'ladi boshqa o'yinlar bilan solishtirganda va menimcha har bir sharhlovchidan so'ralganda orzungiz nima desa O'zbekiston terma jamoasi o'yinini sharhlash yoki jahon chempionatidagi uchrashuvlarimizni sharhlash deb aytadi. Shuning uchun to'g'ri fikr. Hattoki jahon chempionati finalidan ko'ra O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi oddiy bir o'yinni sharhlash menimcha hamma uchun bu juda katta orzu, maqsad bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. O'zbekiston terma jamoasi o'yinini birinchi marta sharhlaganingiz esizdami? Qachon sharhlagansiz O'zbekiston? O'zbekiston terma jamoasi uchrashuvini Turkmanistonga qarshi jahon chempionati saralash 2-raundda sharhlagandim. Debyut edi. Odatda debyutda qaysidir sharhlovchi bilan, ustoz sharhlovchilar bilan tandemda qo'yilardik, lekin o'shanda menga kanal rahbariyati tomonidan ishonch bildirilgan. Turkmaniston bilan o'yinda bir o'zim sharhlaganman. Nechinchi yilda to'g'ri? 2 yil avval. 2 yil avval bo'ldi. Saralash o'yinlari. Saralash sikl saralash o'yinlari. Kuzda bo'lganda ikkinchi saralash raundida mehmondagi Turkmaniston bilan uchrashuvimiz Otabek Shukurov va Oston O'runovlarning benefisiga aylanib ketgan. Sun'iy maydonda o'ynalgandi. Qiyin bo'lgan. Comeback evaziga g'alaba qozongan o'yinimiz. Dastlab Turkmaniston terma jamoasi gol urgandi, o'shandan keyin O'zbekiston Shukurov jarohat ham olganmidi o'sha o'yinda? Yo'q, Alijonov jarohat olgan. Qiyin bo'lgan. Keyin taqdir taqozosi bilan ikkinchi davra uchrashuvda yana Turkmaniston bilan bahs, faqat bu safar Toshkentdagi o'yin. Unda Orif aka bilan birgalikda tandemda ishlagandik. Sharhida o'sha Hamid Sahariy o'zi bilan qo'yilgan, Jaloliddin Masharipov gol urgan. Shu ikkita o'yin bo'lganda, uchinchisi mana endi Eron bilan to'g'ri kelyapti. Katta musobaqa baribir, chunki jahon chempionati ishtirokchilari bilan bitta o'rtoqlik turnirida ishtirok etdik va uning finali va juda katta bosim, juda katta mas'uliyat va rahbariyat tomonidan, umuman ustozlar tomonidan juda katta ishonch bo'ldi bu. Hozir shu gaplaringizni eshitib, bitta narsani bilib qoldim. O'zbekiston terma jamoasini qaysi o'yinlarini sharhlasangiz ham O'zbekiston hozir yutayotgan ekan. Yo'q, o'zi menda yaxshi statistika. O'zbekiston olimpiya jamoasi o'sha olimpiada o'yinlarida bitta durang o'ynaganimizda ham Abdulla aka bilan birga sharhlagandik. Ya'ni o'shanda ham yagona ochko qo'lga kiritilgan o'yin edi. U17 jamoamizning Osiyo Kubogidagi uchrashuv guruhda g'alaba. Bu safar ham U17 jamoamizni Paragvay bilan debyut o'sha musobaqadagi birinchi o'yinimizni sharhladik.
Yo'q, bunda Yo'q, birinchi turdagi Paragvay bilan o'yindagi g'alaba. Birinchi tur. O'sha o'yindagi sharh, ya'ni hozircha O'zbekiston jamoalarining har qanday yosh toifasi, chunki Olimpiya jamoamizni o'sha Qozog'iston bilan o'yinni ham sharhladimi? Unda ham yutuvdi. 3-0 hisobdagi g'alaba. 2 yosh kichkina bo'lib turib. Ha, xullas statistikam yomon emas. Zo'r. Endi hozir Muhammad aka ko'pchilik sizni taniydi albatta, biladi. Endi Javohirni sal tanishtirib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik baribir qiziq. Javohir bu Sport telekanalida o'sha Sharhgacha loyihasi bo'lganda, Orif Tolipov muallifliklaridagi ko'rsatuv, siz ham o'sha boshlovchi sifatida ishlagandingiz. O'sha ko'rsatuvni ishtirokchilaridan biri Sharhgacha loyihasida qatnashganlar va futbolga juda ham yaxshi biladilar, tushunadilar futbolni va qiziqadilar. Javohir, sizni bu sohaga qiziqishingiz qanaqa paydo bo'lgan? Shular haqida bir bizga aytib bersangiz, o'zingizni mana shu ko'rayotgan odamlarga tanishtirib o'tsangiz. O'zi birinchi menda boshlanishi 2015-yil FIFA Jahon chempionati, klublar o'rtasidagi Jahon chempionatida Barselona shu finalda River Plate jamoasiga qarshi o'yinni ko'rganman birinchi. O'sha 2015-yilda bo'lib o'tgan o'yinda juda ham xursand bo'lganman. Unda Barselona jamoasini bilardim, eshitganman, lekin ko'rmaganman futbol. O'shandan boshlangan, keyinchalik futbolga qiziqqanimdan so'ng ko'p ko'rganman, Superliga o'yinlari, A Seriya o'yinlari va Top 5 chempionatda o'yinlarini ko'rganman. Sharhlovchilikka qiziqib qolganman, jurnalistikaga qanday kirib kelsa bo'ladi, bu narsalarni juda ham qidirib, o'zimiz ustida ishlab, shu darajaga yetib kelganman. O'zi sharhlovchilikka qiziqish har xil bo'ladi hammada. Misol kimdir qaysidir sharhni eshitadi, o'sha yoqib qoladi unga. Siz qaysi sharhlovchini eshitib turib, shunga qiziqib qolgansiz? Endi to'g'risi qaysidir sharhlovchi emas, juda ham ko'p sharhlovchilar kuzatib borganman. Lekin ko'proq menga shu Orif Tolipovning sharhlari yoqadi, juda ham tez va o'sha hodisa bo'layotgan jarayonni bittada yetkazib bera oladi. Orif akaning sharhlari ko'proq yoqadi. Ko'proq kuzataman ham Orif akani. Endi sharhlovchilik haqida gap ketganda, birinchi navbatda aytib o'tish kerakki, bu juda oson soha emas. Ko'pchilik o'ylaydi, tashqaridan ko'ringanda Javohir endi bilaman, ko'p o'sha roliklari oladi, futbol bo'yicha gaplar gapiradi, lekin oddiy muxlis ko'chadan ko'rganda osonga o'xshab tuyuladi, lekin bu soha juda ham qiyin. Birinchi navbatda bundagi bosimni ko'tarish qiyin hisoblanadi. Muhammad aka juda ham yaxshi biladilar. O'sha boshida boshlagan paytingizda odamlarni qabul qilish qiyin bo'ladi. Muhammad aka o'sha boshini bekorga eslamadim. O'sha boshlagan paytlaringiz qanaqa bo'lgan sharhlovchilikni? Kimdir sizga yozganmi, eslamaysan? Zuhriddin aka bitta podkastda aytib beruvdilar, hatto andijonlik futbol muxlislari menga ketma-ket so'kib yozgan deb aytganda, sizlarni ko'tara olish kerak-da. O'sha bosqichdan o'tish ko'tarish kerak sharhlovchi bo'lish uchun birinchi navbatda bosimni ko'tarish kerak. Sizda qanaqa bo'lgan boshida boshlaganingiz? Yo'q, men boshida futbol bilan boshlamaganman, Olimpiada o'yinlari bilan boshlaganman sharhlovchilikni. O'zim juda ham yaxshi ko'radigan sport turi bor, bu basketbol, NBA bahslari, imkon boricha ko'rishga harakat qilaman. Endi vaqti bizga juda noqulay, tongda bo'ladigan o'yinlar. Debyutim basketbolda bo'lgan, taqdir taqozosi bilan basketbol bilan boshlaganman. Katta tennisni yaxshi ko'raman, katta tennis sharhlari bo'lgan. Deyarli barcha sport turlariga sharhga kirganman. O'zi boksni yoqtiraman, lekin sharhlashni to'g'risi o'zimga mos deb bilmayman. Ya'ni boks sharhlovchisini ko'rmayman o'zimda, lekin orada majbur bo'lganman. O'sha Hasanboy Do'smatovning Osiyo o'yinlaridagi final jangini sharhlashga to'g'ri kelgan. Ya'ni boksga ham kirganman, deyarli barcha sport turlariga kirib sharhlab bordim va futboldagi debyutim u ham Olimpiada o'yinlarida bo'lgan, Yaponiya ishtirokidagi bahs, undan so'ng Italiya A seriyasi uchrashuvlari namoyish bo'ldi, lekin qaysi olimpiada? Tokio olimpiadasida bo'lgan. Ha, Tokio olimpiadasida bo'lgan. Va o'shanda ko'proq Yevrofutbolga kirardim. Italiya A seriyasi. Bizda qaysi jamoa muxlislari tanqid qiladi? Real Madrid, Barselona ko'proq shu ispan klublari o'rtasidagi o'yinlarda tanqidlar ko'p bo'ladi ikki tomon tarafidan va Superliga klublari tomonidan. Menda boshida ko'proq Italiya seriyasi bo'lganligi uchun juda murakkab bo'lmagan jarayon va hozir aytdingizki, o'sha tanqidlar borasida aniq menga o'sha manzilimga bo'lgan tanqidlar hozircha eslay olmadim ochig'i. Ba'zida bo'lgan, o'sha bir marta Instagram sahifamga juda ko'pchilik yozdi Barselona uchrashuvini. Boshqa sharhlamaslikni so'rab yozdi. Men o'sha davrda Barselonani umuman sharhlaganim yo'q edi o'zi. Eng qizig'i, kim bilandir adashtirishgan, boshqa sharhlovchi sharhlagan o'yin bo'lgan, u hatto bizning telekanalda bo'lmagan. Zo'r TVda bo'lgan. Balkim shunaqa bo'lgandir. Keyin Xayrul aka kechib kirgandi o'sha sharhga. Yo'q, Xayrul aka emas edi. Yo'q, Xayrul aka emas, boshqa odam sharh. Yo'q, boshida ism kimligi mayli. Adashtirib yuborgan odamlar. Adashtirib yuborgan va o'shanda har biriga javob yozib chiqqandim. Ya'ni bo'ladi tanqidlar, o'sha
o'zimni telegramimni topib ham yozishadi, shunaqa holatlar bo'ladi, lekin juda hali nafsoniyatga o'tib ketadigan, shaxsiyatga o'tib ketadigan bir tanqidni eshitganim yo'q to'g'risi. Endi bosimni ko'tarish qanaqa bo'lgan sizda? Baribir hayajon bo'ladi-ku boshida sharhni boshlaganingizda. O'sha bosimni qanaqa yengib o'tgansiz? Nimani evaziga? O'zi aytdingiz-ku, sharhlovchilik oson soha emas deb. 3,5 yil deyarli 3 yilga yaqin tayyorgarlik amaliyot o'taganman. 3 yil biz o'sha sharhlab bo'lingan o'yinlarni kirib, tunda o'zingiz bilasiz, o'sha rejissyor assistentlardan iltimos qilib, kechasi hamma sharh tugagandan so'ng 12 bo'ladimi, qolardik, ustimizdan qulflab ketishardi, sharhlardik. Tonggacha sharhlab chiqqan o'yinlarimiz bo'lgan, ya'ni boshida kirganimizda 5 daqiqadan so'ng endi nima deyman degan fikr tug'ilgan. Ya'ni yuki og'ir, bu jonli efir emas, bu umuman efirga ketadigan o'yin emas. O'zi uchun faqat. Ha, bosqichma-bosqich o'tilgan va doim aytilgan bizga MTRK zo'r maktab deb. Ayniqsa sharhlovchilar uchun ustozlar juda ko'p, yo'nalishlar juda ko'p. Bitta sharhlovchilik maktabi yaratilgan bu yerda va shu ustozlar bilan tandemda kirib, o'rganib borib sharh jarayonini bosimni yengish qachon oson bo'ladi? Yoningizda ustozingiz turadigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turadigan bo'lsa, shunda juda oson bo'ladi. Javohir, siz ham Instagramlarda, YouTube'larda kontentlar qilib turasiz. O'sha sizga ham bo'lganmi? Qanaqadir so'kish, negativ, shunaqa fikrlar o'sha paytda siz qanaqa qabul qilasiz? Yo'q, menda hozircha bunaqa nimalar yo'q, e'tirozlar yo'q. Hech qanday muammo bo'lgani yo'q hozircha. Unaqa bosimga ushlab qolgan paytingiz bo'lmagan? Yo'q, bo'lmagan. Javohir, hozir siz kimdandir o'rganyapsizmi? Mana shu sharhlovchi bo'lmoqchimisiz o'zi kelajakda? Albatta, o'zimni ustimda ishlab, kimgadir shogird tushib bo'lishi mumkin. Kelajakda rejalar bor albatta. Buning uchun harakat qilish kerak, ko'p yo'lni bosib o'tish kerak. Shu narsa rejada bor. Hozir aytib o'tganimda, sharhlovchi bo'lish oson emas deganda, siz ham o'sha qo'llab-quvvatladingiz bu fikrni. Siz qachon bilgansiz o'sha qiyinligini? O'zi kuzatganda men ham oldin o'ylardim, bo'ldi, shundoq sharhlayman, bo'lib 2 soat o'tkazaman deb o'ylardim, lekin o'zim boshlab ko'rib, sinab ko'rgandan keyin bilganman-da, sharhlovchi bo'lmasam ham, o'zim uchun sinab ko'rgan paytimda ham bilganman qiyinligini. Siz qachon bilgansiz bu narsani? Men ham o'zim sharhlab ko'rganimda, baribir O'zbekiston futboli uchun sharhlar bo'ladi Telegram kanalida. O'sha payti jonli efir yoqilganda baribir umuman boshqacha bo'ladi-da. Bosim bo'ladi. Boshqacha efir yoqilgan paytda umuman boshqacha bo'ladi. Hayajon bo'ladi. Shunga o'xshash holatlar bo'ladi, kuzatiladi. Qiyin. Muhammad Yo'l aka, sharhlovchilik haqida gap boshlandi. Endi shu mavzuni yakunlab qo'ymasak bo'lmaydi. Endi siz sharhlovchiligingizni qanaqa boshlaganingizni aytib berdingiz. Ustozlaringiz kim bo'lgan, o'zim uchun bilsam ham, siz aytib bersangiz hammaga qiziq baribir. Kim dastlab sizni o'sha sharh xonasiga olib kirgan yoki sizga o'rgatgan? O'zi sharhlovchilik menda juda majburiy demagan bo'lardim. Taqdir taqozosi bilan yo'nalishim o'zgarib kelib qolgan soha. Futbolchilik. Ko'pchilik orzu qiladi, lekin sizda taqdir taqozo. Ha, menda jarohat bo'lgan futbol o'sha Lokomotiv jamoasida. Ha, professional futbolga o'tish davrida tizzada jarohat bo'lgan va bundan tashqari o'sha davr murabbiylari biroz boshqacharoq edi, ochig'ini aytish kerak. Faqat talantning o'zi yetarli emasdi o'sha davrda professional futbolga o'tish uchun. Bu sira emas, o'sha hozirgi davrda yoshlarning chiqib kelishi juda oson-ku. Talant bo'ladigan bo'lsa bo'ldi, bu yog'iga tizim bor. Mana shu sababli o'sha davrda futbolchilik orzuim yo'q bo'lgan va undan so'ng oila a'zolarimning qo'llab-quvvatlashi, futbolchi bo'lmagan bo'lsangiz, futbol sharhlovchisi bo'larsiz deb o'sha tavsiya berishgan. O'zi oilaviy o'qituvchilar oilasi, onam ona tili adabiyotdan, dadam rus tili adabiyotidan dars beradi. Ya'ni bu borada til bilan muammo, sheva bilan muammo, o'zim Farg'onadanman, sheva bilan muammo ham bo'lmagan. O'sha Toshkentda o'qiganman, har xil shevalar, ko'proq adabiy sheva bo'lardi, adabiy til bo'lardi me'yorlari va shu borada muammo bo'lmadi. Keyinchalik jurnalistika universitetiga o'qishga kirdim, juda qattiq tayyorlandim. Ya'ni taqdir taqozosi bilan shu yo'nalishga o'tdimmi, bo'ldi. Endi mana shu yo'lda mahkam turishim kerak deb jiddiy tayyorlanib, universitetga kirib, topshirib va shu yerda boshlandi sizning savolingizga javob, ya'ni ustozlik. Universitetda bizga birinchi kursda, birinchi darsdayoq Mirzahakim To'xtamirzayev dars o'tganlar. Hozir sharhni hayajonini aytyapmiz-ku. Mirzahakim To'xtamirzayev xonaga kirib, tanishuv jarayonida ismingiz nima, qayerdansiz deb savol berganda o'zi
juda katta hayajon bilan boshlangan. Chunki faqat Eshitgan ovozlarni ekansiz. eshitganmiz, ekran orqali ko'rgan insonimiz. Undan so'ng Davron Fayziyev universitetida dars berdilar. Zohid aka Karimov universitetida dars berdilar va MTRKga kelishim ham shu orqali bo'ldi. Amaliyot uchun ruxsat olib va bu yerda bir insonni albatta aytib o'tishim kerak. Bu siz yaxshi taniydigan Sardor aka Rahimov boks sharhlari bilan amerikancha uslub deyiladi. O'zi Sardor aka, biz Abror Jo'raqulov, Abdurashid Olilov, men va yana bir nechta o'sha kursdoshlarim bor edi. Amaliyotga borganimizda agar shu yo'lni tanlaydigan bo'lsang, sabr kerak, o'z ustingda ishlashing kerak deb uzoq yillar ustozlik qildi. Sharhga kirishimga, ishga kirishimga mana shu ovoz mashqlari bo'lsin, juda ko'p tomonlama yordam berdi. O'zi sport kanalidagi har bir sharhlovchi, rejissyor bo'lsin, shu ishga kelganda kim bo'lsa, hamma ustozlik qilganda, qaysidir ma'noda o'sha rejissyor assistentlari sharh qo'yib berishgan bo'lsa, ham va Abdulla aka birinchi sharhga olib kirgan meni. O'sha paytda kimnidir sharhga olib kirish ham bosim edi-da, ya'ni u xato qilib qo'ysa, men rasman ishchi emasman. Unga qanaqadir jazo bo'lishi mumkin. Rasman ishchi bo'lmasizdan oldin olib kirganman. Ha, Olimpiada o'yinlarini men amaliyotchi holatimda sharhga kirganman va Abdulla akaga rahmat aytishim kerak, ishonch bildirib, qo'rqmasdan olib kirgan. Undan so'ng Eldor aka bilan o'sha futbolga kirganman Olimpiya o'yinlarida va birinchi Yevro futbolimga Zohid aka bilan kirganman. Zohid aka Karimov bilan Italiya seriyasi Cagliari Inter bahsi edi. Hozirgida esimda o'sha o'yin. Chunki xorijiy futbolni sharhlash orzum bo'lganda birinchisi yoddan chiqmaydi. Shu sababli ustoz deganda men Sport telekanalidagi barcha sharhlovchilarni aytib o'taman. Dilshod aka bo'lsin, Murod aka, Sanjar aka bu yerda, Hasan aka juda ko'p yordam beradi. Hozirgacha yordam beradi. Qaysidir o'sha ovoz mashqlari bo'lsin yoki biroz tomoq og'riq holatlari bo'ladi. O'shanda Hasan akadan ko'proq maslahat olaman. Yo'nalishlari san'at, madaniyat, aytib o'tilgandek Orif aka ustozlarimizdan biri. Orif akadan ham ancha narsani o'rganamiz birga. Ayniqsa o'sha studiyalarda fikr bildirishda Orif aka bilan juda yaxshi suhbatlar bo'ladi shaxsan menda. Shuning uchun va albatta Davron aka, Xayrulla aka sharhlarni ko'rib o'zi qaysidir ustoz nimadir o'rgatish uchun yoningizda bo'lish shart emas. Ko'rishni o'zi yetarli. Davron aka universitetda dars berganlar, birga sharhga olib kirganlar, o'zlari tanlab ba'zi o'yinlarda Muhammadiyor shu yonimda tursin, o'rgataman degan ma'noda. Ya'ni ustozlikni juda ham yuqori darajaga olib chiqqan insonlar. Davlat aka, o'sha rahmatli Davlat aka Turdaliyevning shogirdlari va bu yoqga Xayrulla aka bo'lsin, Davron aka bo'lsin, shogirdlarga qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Ya'ni sport sharhlovchilarining har biri ustoz nuqtai nazaridan sport telekanaliga kimdir keladigan bo'lsa, amaliyot o'taydigan bo'lsa, hech kim shunchaki qarab qo'ymaydi. Imkon boricha o'zidagi bilimlarini o'rgatishga harakat qilishadi. Endi eng asosiy baribir ko'p sababchilardan biri, hamma ham sababchi bo'lgan ekan, sizni mana shu o'sishingizga, rivojlanishingizga eng asosiysi baribir Sardor aka Rahimov ekanlar. Ha, Sardor aka. Albatta, men ham juda ham yaxshi taniyman. O'sha bitta ishxonada ishlaymiz, endi hozir bilmaydigani bor. Shuning uchun aytib o'tishim kerakki, albatta Sardor Rahimov kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa, ustozimiz yordam beradi, hech qachon yordamlarini ayamaganlar. Buning uchun albatta ularga rahmat aytish kerak. Aytib o'tganlaridek, bir nechta sharhlovchilar ham kirishiga sababchi bo'lgan insonlardan biri. Javohir, mana eshitdik Muhammadiyor akani qanaqa kirib kelganlari, ustozlari qanaqa bo'lgan. Sizda ham mana sharhlovchilik bilan bog'liq qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol bering. Siz endi mehmon sifatida tanishtirdim, aslida mezbonlardan biri Javohir hisoblanadi. Muhammadiyor aka, mana O'zbekiston ishtirokidagi o'yinlarda sharhlab borgansiz. O'zbekiston jamoalari o'yinlarini, misol uchun Osiyo elit ligasida o'yinlarida ham o'sha vaziyatlar bo'ladi-yu jamoalarimizda. Imkoniyatlardan foydalanolmasa, sizda ichingizdan nima o'tadi? Baribir sharh jarayonida bu narsa bilinmaydi, lekin o'zingizning ichingizdan nima hissiyotlar o'tadi? O'zi muxlislarda har birida qanaqa hissiyot bo'ladigan bo'lsa shu, chunki O'zbekiston klublari xalqaro maydonda o'ynasa ham, terma jamoamiz o'ynasa ham biz ham muxlisga aylanamiz. Sharhlovchiga faqat shu yerda imkoniyat beriladi, qaysidir tomonga muxlis bo'lish. Ha, shuning uchun muxlisga aylanamiz va bunaqa paytda emotsiyani yashirib o'tirmaymiz. Emotsiya ham qanaqa ma'noda? O'sha attang deyish yoki o'sha vaziyatga nisbatan biroz o'zi emotsiya boshqariladigan narsa emas. Emotsiya mashq qilinadigan narsa emas. Ba'zi o'sha yosh sharhlovchilikka qiziqadigan, o'sha jurnalistlikka qiziqadigan ukalarimiz
emotsiyani qanday mashq qildirsa bo'ladi degan savol ham berishadi. Emotsiya mashq qilinmaydi. Emotsiya insonning hissiyoti. Hissiyot o'zi keladi va o'shani chiqarib berish kerak xolos, bo'ldi. Uni baqirishni mashq qilib bo'lmaydi-da. Odam agar baqirishni mashq qilib sun'iy baqiradigan bo'lsa, bu eshitgan quloqqa ham xunuk bo'ladi. Ichidan odam nima keladigan bo'lsa, o'shani faqat shakl bergan holda muxlisga yetkazib berish kerak. Shunaqa hissiyotlar o'tadi va bu yerda sharh etikasi bor. Har bir kasbning etikasi bor. O'sha shaxsiy fikrdan ko'ra sharh jarayonida muxlisga voqelikni yetkazib berish yaxshiroq deb o'ylayman. Bo'ladi-yu, ba'zida shaxsiy fikrni aytishni xohlaydi inson, bunaqa qilsa bo'lardi. U professional maydondagi futbolchi, ya'ni futbolchiga yoki murabbiyga o'rgatish, tahlil qilish mumkin. Bunday qilganda balkim bunaqa bo'lardi deb fikr bildirish mumkin, lekin o'rgatish hech qachon sharhlovchining vazifasi emas. Shunaqasi bo'lmaydimi deb endi bir xil paytda emotsiya bilan ham chiqib ketib qoladi kimdadir. Ha, bu ham tabiiy holat. Tabiiy holat. Faqat shuni etikaga solgan holda me'yor bilan aytish kerak. O'zi hech bir sharhlovchi o'sha hayotda ham yaxshi bilasiz. Bir qo'pol so'zlarni ishlatadigan sharhlovchining o'zi yo'q. Sharhlovchilar hayotda ham sharhda qanday bo'lsa, shunaqa etika qoidalariga amal qilgan holda suhbatlar jarayonida ko'rinish beradi va sun'iylik juda xunuk bo'lib qoladi agarda shunaqa paytda biroz yo'q narsani, o'zi ichdan kelmagan narsani qo'shadigan bo'lsa deb o'ylayman. To'g'ri, odamlari alla bo'lmaydi-da. Sun'iy narsa bo'lsa, odamlar bitta desaydi, ayniqsa biz O'zbekistondagi futbol muxlislarini umuman alla bo'lmaydi, chunki ular juda ham kuchli mutaxassislar ko'pda bizda, futbol bo'yicha mutaxassislar juda ham ko'p. Ular bitta ma'lumotni mana Muhammad yo'lga yaxshi bildirdi. Noto'g'ri aytsangiz ham darhol o'sha klub tarixini to'liq biladigan muxlislar bor. Bizda shunaqa muxlislar bor. Bittada topadi. Shu gapni sal noto'g'ri aytdi. Unaqa kamdan kam bo'ladi biz sharhlovchilarda, lekin mana Neftchi misol uchun Neftchining tarixiy muxlislari bor, Paxtakori, o'sha hamma ma'lumotlarni yozib yuradi-da, vaqtinchasi kerak. O'zi shu Mirzahakim aka To'xtamirzayev birinchi darslarda bir gapni aytgandi. Sharhlovchi nimasi bilan sharhlovchi u oddiy muxlisdan ko'proq bilishi kerak. Agar muxlis biladigan gaplarni aytadigan bo'lsa, uni umuman qizig'i yo'q-da. Muxlis biladigan gapni qaytadan aytib turadigan bo'lsa, bu yangilik bo'lmaydi. Yangilik bera olish kerak va eng muhimi hamma uchun bir qoida, sharhlovchi kuzatuvchiga xalal berib qo'ymaslik kerak. Eng zo'r hakam xalaqit bermagan hakam deyiladi-yu. Sharhlovchida ham shunaqa, xalaqit berib qo'ymaslik kerak. O'yinda ichidagi narsalarni aytish kerak, bo'ldi. Undan ortig'iga o'tish kerak emas. Lekin bir xil iboralar bor, misol aytib o'tdingiz, Davron aka, Xayrullo akalar men ham eshitib ulardan dars bermagan, Davron aka dars berganlar. Xayrullo aka dars bermagan bo'lsa ham eshitib turib o'rgangansizda, ustoz deb biladi. Uni Javohir ham misol uchun sharhlovchi bo'lmasa ham Xayrullo akani yo Davron akani ko'rsa ustoz deb gapiradi. Chunki ularni ko'p eshitadi baribir. Shunaqa eshitish orqali ham ko'p o'rganiladi baribir. Ustoz bo'lish uchun u sizni shogird qilib olish shart emas-da. Ustoz bo'lish uchun bo'ldi. Shunchaki siz unga havas qilib nimadir olsangiz, nimadir oldingizmi bo'ldi, u sizning ustozingiz. Ustoz bo'lish uchun birinchi o'rinda yoshi katta ham bo'lish shart emas. Yoshi kichikdan ham o'rganish mumkin. Nimadir o'rgandingizmi, qabul qila olsangiz u ustozingiz. Zo'r. Ancha podkastimiz boshi atayin o'sha terma jamoamiz bilan boshlamadim. Savdosi ham o'sha bo'lajak sharhlovchilikka qiziqqanlar, undan tashqari o'zimiz uchun ham ko'p narsani bilib oldik. Mana shuncha bitta joyda ishlaymiz, shuncha ma'lumotni bugun bilmagan narsalarimni ham o'rganib oldim o'zim uchun. Endi sekin o'sha o'yinlarga o'tsak ham bo'laveradi. O'yinlarga emas, milliy terma jamoamizga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi International Cup musobaqasida yutdi, Alay International Cup musobaqasida Eronni yutdik. Hop, biz terma jamoamizning statistikasini ko'rib chiqdim. Oxirgi 15 ta o'yinda faqatgina 2 marotaba mag'lub bo'lgan ekanmiz. Jami o'yinlar hisoblaganda. Biri rasmiy o'yinda Qatarga yutqizganmiz 3-2 hisobda, o'sha Qatarda alamli mag'lubiyat. O'sha Eldor Shomurodov jarohat olib chiqib ketdi, o'shani yutqizib qo'yganmiz. Ikkinchi o'yinimiz Urugvay bilan yaqindagina o'rtoqlik o'yini. Endi Urugvay darajasi juda baland. Undan tashqari o'rtoqlik o'yinida terma jamoamiz 15 ta o'yindan buyon yutqizmayapti-da. Undan ham ko'pdir balkim. Faqatgina 2 marotaba yutqizgan 15 ta o'yindan buyon. Shu 3 ta murabbiy almashdi bizda, lekin terma jamoamiz barqaror o'ynashda davom etyapti. Demak, gap bu yoqda futbolchilar o'zidami yoki bizga shunchalik omadli murabbiylar kelib qoldimi ketma-ket. 3 ta murabbiy almashdi, lekin g'alabalar yoki duranglar ketma-ket. Menimcha to'g'ri vaziyatda to'g'ri tanlovlar qilindi. Ya'ni bo'ladi-yu, ba'zi jamoalarda butun uslubni o'zgartirish uchun bizda shu 3 ta murabbiyning qaysi biri yomon natija sababli ketdi. Hech
qaysi? Srechko Ma'lum Katanes. sabablarga ko'ra Srechko Katanes sog'ligidagi sabablar, Kannavaro o'sha jahon chempionati tajribasi sababli olib kelindi. Ya'ni murabbiylar bu yerda yomon natija sababli ketmadi va hech qachon shu murabbiylar almashinuvida yangi jamoa qurish degan vazifa yo'q edi. Shu yo'lni davom ettirish. Shu sababli ham natijalar o'zgargani yo'q. Katanesdan keyin Kannavaro kelib o'sha uchtalik himoya bilan o'ynayapti. Tarkib ham o'zgarib ketgani yo'q. To'g'ri, ba'zi chiziqlarda ba'zi yangiliklar bo'lishi mumkin. Murabbiy imzosi tabiiyki seziladi. Har qanaqasiga shogirdi kelsa ham qaysidir murabbiyning imzosi seziladi. Va endi Kapadzedan so'ng Kannavaroda ham ko'ryapmizki, uslub o'sha davom etyapti. Yangiliklar qo'shilyapti. Kannavaroda bir nechta o'zi 4-o'yin bo'lsa, o'zgarishlar allaqachon sezildi, lekin umumiy futbolchilar moslashib qolgan tizimdan chekingani yo'q. Yangiliklar boyityapti, ya'ni. Jamoani o'zgartirmayapti, jamoani boyityapti. Shu nuqtai nazardan natijalarimiz barqaror bo'lishi sababi aniq. Bu yerda Kannavaro ham o'ziga o'zi dushman emas. Jahon chempionatiga 1 yil muddat qolganda yangiliklar qilishga, uslubni o'zgartirib tashlashga bu jamoa shakllangan, juda ham oilaga aylanish muhim deyiladi-ku futbolda. Shu oilaga aylangan jamoa bu yo'lni davom ettirish kerak. Va undan tashqari jamoada kayfiyat a'lo darajada. Hamma futbolchilar bir-birini yaxshi tushunishadi. O'zi 4 yil bo'ldi-da, o'zi Katanes kelganiga 2021 kelgandi Katanes. 2021 kelgan bo'lsa, 4 yildan buyon bitta sistemada ishlanyapti o'zi. O'sha Kapadze murabbiy bo'lgan paytda ham aytdim, men ko'p narsani o'zgartirmadim, o'zimni qo'shimchalarimni qo'shdim dedi. Javohir, siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi avlod futbolchilar avlodi eng kuchlimi yoki Muhammad Yo'raka aytgandek murabbiylar hammasi o'z o'rnida keldimi? Albatta, men Muhammad Yo'rakaning gapiga 100% qo'shilaman. Futbolchilarga ham bog'liq, futbolchilarning kayfiyati, ularning sport formada ekanligi. Misol uchun Eldor Shomurodov hozir Beshikshahirda yaxshi sport formada. Endi Abbos Fayzullayev qaysi undan ham kuchayadi, Masharipov qaysi undan ham kuchayadi tarkibimiz va Kannavaroning qo'li ko'rinyapti, oxirgi o'yinlarda ko'ryapmiz. Umuman olganda terma jamoada hammasi yaxshi deb o'ylayman. Faqat shu o'rtoqlik o'yinlarida, mana kelayotgan noyabr oyi oxiri, dekabr oyi boshida o'rtoqlik o'yinda menimcha Yevropa terma jamoalari bilan ham o'ynash kerak deb o'ylayman. Yevropa jamoalari bilan. Mana hozir o'ynaganimiz oxirgi o'rtoqlik o'yinlari bu ham jahon chempionatiga yo'llanma olgan terma jamoalar bilan bo'lgan. Eron, undan tashqari Misr terma jamoasi bor yo'qdi. Hammasi jahon chempionatiga Cabo Verde endi bittasi. Hammasi jahon chempionatiga yo'llanma olgan terma jamoalar. Juda kuchli terma jamoa. Saviyasi yaxshi. Mana shu musobaqada chempion bo'lgan. Mana shu jamoalar bilan bitta guruhda tushib qolsak agar biz birinchi o'rinda olar ekanmiz. Iloji yo'q. Iloji yo'q. Savatchilar har xil bo'linadi-yu. Eron bilan bu safar tushmasligimiz aniq bir qit'a vakili sifatida. Bir qit'a vakili, lekin Eron joyi 2-savatdami? 3-savatda. 3-savatda Eron ham. Va bu yerda yana bir jihat, Yevropa bilan xohlasak ham bu safar o'ynay olmasdik. Yevropada jahon chempionati saralash o'yinlari ketyapti. Bu yerda o'rtoqlik o'yinlarini o'ynaydigan jamoa yo'q. Bo'lsa ham o'sha bitta o'yin ko'p o'tkazgan jamoalar edi va ular jahon chempionatiga yaqin emas. Ular bilan o'ynash Misr bilan o'ynashdan ko'ra ancha yomonroq holatda bo'lardi va katta ehtimol bilan mart oyida endi o'sha katta jamoalar bilan ham mana shunday kichik turnirlar o'tkazishimiz mumkin. Biz doim savol berilardi-yu, bir marta jahon chempionatiga chiqsak bu nima beradi? Borib qatnashib kelamizmi deb ba'zi negativ fikrlar ham bo'lardi. Yo'q, jahon chempionatiga chiqqanimiz bu borib AQSh, Kanada, Meksikada o'ynab kelish emas. Bungacha oldin hech e'tibor berganmisiz mana shunaqa boshqa mamlakatda bo'ladigan tijoriy turnirlarga O'zbekiston chaqirib olganligini? Oldin bunaqa terma jamoalar bo'lsa ham Osiyo jamoalari bilan kichik turnirlarda ishtirok etardik, qaysidir musobaqaga tayyorgarlik jarayonida. 4 ta jamoa ham jahon chempionatiga chiqqan. Bu yerda Muhammad Saloh bor jamoa kelyapti. Saloh umuman ko'rinmadi O'zbekistonga qarshi o'yinda, yopib tashlashdi-da. O'zi aytmoqchi bo'lganligim, jahon chempionatiga chiqishning o'zi mana mevasini berib boshladi. Urugvay bilan o'ynayapmiz yoki Misr bilan o'ynayapmiz. Kattaroq uchrashuvlar allaqachondan boshlandi. Ya'ni butun dunyo endi O'zbekistonga nisbatan futbol mamlakati sifatida, jiddiy terma jamoa sifatida Kannavaro baribir nom katta rol o'ynaydi. Bosh murabbiy, oltin to'p olgan va 21-asrning eng yaxshi himoyachilaridan biri. Har qanaqasiga dunyo futbolida juda katta nom Kannavaro va bundan buyog'iga yanada katta terma jamoalar bilan Argentina bo'lsin, Braziliya bo'lsin yoki o'sha Yevropa grandlari bo'lsin, o'ynash ehtimolimiz oshib boraveradi va jahon chempionatidan keyin ham biz agar yaxshi o'yinimiz bilan taassurot qoldiradigan bo'lsak, bu bosqich davom etib ketaveradi deb o'ylayman.
o'zi shaxsan men o'zim ham jahon chempionatida shunchaki borib ishtirok etib kelishni kutmayapman. Mana shu terma jamoamizni mana shunaqa yaxshi o'yinlar ko'rsatib, guruhdan chiqib iloji boricha uzoqroqqa borishni xohlaymiz. Endi albatta real ko'z bilan qaraganda chempionlikni kutish bu noto'g'ri bo'ladi terma jamoamizdan. Lekin guruhdan chiqib nimchorak yoki chorak finallargacha borishini o'zim kutyapman. Chunki bunga terma jamoamizning salohiyati yetadiganga o'xshayapti. Javohir, men terma jamoamizni o'sha kuzatishni boshlaganimda 2014-yildan buyon kuzataman. Ikkita jahon chempionati saralashini kuzatdim to'liq. O'sha ikkita qolib ketgan jahon chempionati, bu uchinchisi chiqdik bu jahon chempionatiga. Ikkita qolib ketgan jahon chempionati, lekin men uchun juda ham bir alamli bo'lgan. Alito'yni yosh bo'lsam ham endi futbolni yaxshi ko'rardim, terma jamoamizga xuddi bir xil o'yinlar bo'lgan. O'zim maydonga tushib o'ynaganim kelib ketganda, bilaman, kuchim yetmaydi. Ular futbolchilar darajasi ham boshqa, lekin shunaqa muxlislik bo'lganmanda yoshligimda. Sizda qanaqa bo'lgan mana shu muxlislik jahon chempionatiga chiqa olmagan paytlarda? Albatta kuzatganman men ham. Shu Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga O'zbekiston milliy terma jamoasi chiqa olmaganidan juda ham xafa bo'lganman. Oxirida adashmasam shu Janubiy Koreya bilan 0-0 o'yinni futbolchilarni yig'lab intervyu berganlari va Xayrullo Hamidovda ham shu gaplari juda ham og'riqli bo'lgan bu narsa va oxiri mana jahon chempionatiga chiqdik. Endi o'rtada Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga ham chiqa olmadik. Boshqa saralashda qolib ketdik. Lekin shu jahon chempionatiga chiqqanda juda ham xursand bo'ldim. Albatta bu jahon chempionati juda ham katta eshiklarni ochib beradi futbolchilarimizga va boshqa taraflama ham terma jamoamizni yaxshigina tanitadi. Zo'r. Endi hamma O'zbekistondagi futbol muxlislari ham shunaqa kuzatgan bo'lsa kerak. O'zi bitta gap bor, Muhammad aka. Ko'proq bu jangchilarga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun oktagonda jang qiladigan MMA jangchisi hayajonlanib jangga tushsa, bu hayajon siz agar unga muxlislik qilayotgan bo'lsangiz, o'sha tomoshabinga ham ko'chadi deb aytishadi. Men o'zim misol uchun bir nechta MMA jangchilarimizni bilganman, sezganman shu narsani, hayajonlanib chiqishganini va undan tashqari o'sha aytayapman, terma jamoamiz chiqa olmagan paytlarda, ayniqsa Eron bilan o'yinlarda shunaqangi qattiq hayajon bo'lardi menda. Kuzatyapman, sharhlamayapman o'yinni, boshqa qilmayapman, lekin oddiy muxlis sifatida kuzatyapman, lekin hayajon, qanaqadir titrash bo'ladi menda. Bu narsa o'sha paytda futbolchilarimiz hayajonlanib tushgan bo'lishi mumkin. Nima o'ylaysiz shu narsaga? Yo'q, o'zi har bir sohada hayajonsiz ish qiladigan bo'lsangiz, demak siz u kasbni sevmaysiz. Yo'q, hayajon bo'ladi, lekin juda kuchli hayajon bo'ladi. Misol uchun sizni u muvozanatdan chiqarib oladigan darajadagi hayajon bo'ladi. Yo'q, futbolchilar professional. Hech qachon, bo'lishi mumkin, ba'zida juda katta jamoalarga qarshi o'yinlarda hayajon ta'sirini o'tkazib qo'yishi mumkin, lekin professional futbolchi natijasiga hayajon ta'sir qilishi kerak emas. Hozirgi zamonaviy futbolda ayniqsa murabbiylar shtabida alohida o'sha psixolog, ruhshunos ishlaydi va hozirgi zamonaviy futboldagi har bir murabbiy bu psixolog. Ya'ni ruhiyat borasida hech bir futbolchida muammo bo'lgan deb o'ylamayman. Ya'ni natijalarimiz sababi ruhiyat deb o'ylamayman yoki hayajon deb o'ylamayman. Muxlislar, sharhlovchilar, har bir inson vatan jamoasini ko'rganda hayajonlanishi tabiiy. Hattoki o'rtoqlik o'yini bo'ladigan bo'lsa ham. Eron bilan bahs misol uchun juda ko'p muxlislar katta turnirni yutgandek bayram qilishdi. Bu vatan jamoasi va bunaqa paytda hayajon bo'l. Ichida vatan sevgisi bo'lgan har bir inson baribir hayajon sezadi. Endi o'ylagan bo'lsak bo'ladi, jahon chempionatiga chiqqanimizdan albatta barcha O'zbekiston aholisini, o'zbek futboli ixlosmandlarini tabriklaymiz. O'yinlarga o'tamiz. Oxirgi o'yin, final o'yini Al-Ain International Cup, Eronni biz yutdik. Penaltigacha bordik. Mana shu o'yinni ham sharhlab bordi Muhammad aka. Xo'p, o'sha o'yinda undan oldingi o'yin ham Eron bilan finalda bo'lgan. Kafa Cup turniri finalda o'ynaganmiz. O'sha oxirgi daqiqalarda Xo'ja Akbar Alijonov gol urib yutib ketdik. Ikkita o'yin ketma-ket Eronni yutdik. Bu o'yinda hattoki qizil kartochkamiz bo'lib turib yutdik. Endi Eron hech qanaqa bahona topa olmasa kerak. Qanaqa? Kafa Nations Cupda ham Eron bir kishi kam bo'lib qolgandi. O'yin boshida. Unda ham bor edi. Finalda bir kishi kam bo'lib qolgandi Kafa. Otabek Shukurov shuni aytib chiqdi. O'shanda juda ham katta tanqidlar ostida qolib ketgan. Va mana biz ham bir kishi kam bo'lib qoldik, lekin Eron gol ura olmadi deb aytib o'tdi. Penaltilar seriyasida g'alaba qozondik. Bu narsa ham qaysi ma'noda hech qanaqa bahonaga o'rin yo'q. O'zi Tarimining intervyusini ko'rdingizmi? Ikkita intervyusi chiqdi. O'yindan oldin, o'yindan keyin o'zi Tarimi o'sha Eronda blogerlik boshlasa ham bo'lar ekan. Ikkita intervyusi chiqdi. Birinchi intervyusida O'zbekiston bilan o'yindan oldin aytib o'tdiki, O'zbekiston bilan o'yin bizga Misr bilan o'yindan ko'ra ancha osonroq deb. Bizga pastroq baho berdi.
endi balkim gapida jon bordir. Misr terma jamoasi Salah boshqa kuchli futbolchilar bor. Lekin o'yindan keyin yana intervyu beryapti-da. Mehdi Tarimiy o'zini o'zi inkor qilganga o'xshab tuyulib qoldi menga, chunki intervyu beryapti, bizning futbolchilar tayyor emas. 10 ta futbolchi penalti tepmoqchi bo'lmagan o'sha. Aytib o'tganda. Men tepmayman deb aytgan ekanda, Tarimiy o'zini qanaqadir oqlashga harakat qilyapti. Bu fikrlar qanaqa? Ikkala gap ham bir-biriga to'g'ri kelmayapti, to'g'risi. Lekin Eron matbuoti ham shu klubda ishlashdi O'zbekiston ustidan. Shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bizda taqvimimiz o'zgardi deb aytib o'tdi. Biz finalda Misr bilan o'ynaymiz dedi. Misrdan oldin ular finalga chiqib bo'lganda, ertasi kun O'zbekiston hamda Misr terma jamoalari o'yin o'tkazdi. Taqvimimiz o'zgardi. Taqvimimiz o'zgardi. Endi O'zbekiston bilan o'ynaymiz deb aytib o'tdi. Misr bilan o'yin o'tkazamiz deb aytib o'tdi. O'yin boshlanmasin. Bizning o'yinimiz boshlanmasdan oldin shunaqa gaplar aytib o'tgan. O'zbekistonga past nazar bilan qarashganda shu. Lekin O'zbekiston amalda g'alaba qozonib isbotlab qo'ydi. Muhammadyor aka, Eronni yutishni biz o'rganib oldikmi? Nima bo'ldi o'zi? Oldin Eronni faqat bir marta yutgan ekanmiz-da, o'sha 2011-yilda. Ulug'bek Baqoyev goli bilan. Shu Ulug'bek Baqoyev kelgan gol bilan Mehmondunda ham yutganmiz. Ozodlik stadionida bo'lib. Oxirgi yillarda ikkita durang o'ynadik, undan keyin 2 marta yutdik. Kimdir aytishi mumkin endi o'rtoqlik o'yinlari yoki boshqa, lekin bu ham musobaqada baribir. Rasmiyga yaqin turnir. Kichik turnir. O'zi oxirgi 6 ta o'yinda 4 ta durang, 2 ta g'alabamiz bor. Statistika Eron bilan bahslarda, ya'ni 6 o'yindan beri yengilayotganimiz yo'q. Baribir Eron har qanaqasiga Osiyoning eng grand jamoalaridan biri. Hozir Eron futbolida pastlash davri, klublarda ham Istiqlolni ko'ryapmiz. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirda 1-7 hisobda mag'lubiyatga uchrayotgan holati, chempionlik poygasida deyarli yarim ochkoni yo'qotgan jamoa peshqadamlik qilyapti hozir Eronda. Istiqlol o'tgan mavsum chempioni Traktor, hattoki o'sha chempionlik poygasida emas. Eron qachon o'sha eng zo'ri bo'lgan Osiyoda, eng zo'r davrlari bu yerda Persepolis hamda Istiqlol jamoasidagi futbolchilar hisobiga va legionerlar. Qaraylik, Istiqlol va Persepolis hozir umuman o'z darajasida emas. Persepolis Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqa olmadi. Istiqlol faqatgina kubokdagi g'alabasi bilan yo'l olyapti. Ya'ni ichki chempionatdagi klublarda ish o'xshamayapti. Legionerlar. Bir necha yillar oldin Sardor Azmun Bayerdami, Romadami, Zenitdami yondirayotgan futbolchi edi. Zo'r o'yinchi edi. Mehdi Tarimiy Inter transfer qilgan futbolchi, uning Portugaliya chempionatidagi natijalari Jahonbaxshning holati ham zo'r edi. Feyenoord. Aprelda o'ynagan futbolchi. Feyenoord jamoasidagi faoliyati bilan hozir qaraylik. Jahonbaxsh 4-noyabr kuni klub topdi. Ya'ni shu paytgacha klubsiz bo'lgan. 2 hafta oldin o'ziga klub topdi. U ham qanday holatda? Bosh murabbiy Amir G'alinoyi, agar klub topmasang terma jamoalari eshigi yopiq sen uchun. Futbolsiz yurgan o'yinchiga terma jamoadan chaqiruv bo'lmaydi. Shu sababli topdi. Azmun Shabab al-Ahli jamoasida, Al-Shabob jamoasida 7 o'yindan beri maydonga tushgani yo'q. Mehdi terma jamoaga ham chaqirilmadi. Jarohatdan tiklanib formaga kira olmayapti. Azmun bo'lsa ham u ham ko'p qiynagan. Va Tarimiyning o'zi Olympiakos jamoasida harakat qilyapti, yangi klubda va Erondan qaysi yulduz bor hozir Yevropada bemalol davom ettirib keta oladigan? Shoja Halilzoda yoki o'sha Ramin Rizoyanlar zo'rda, hammada pastlash davri Eron futbolida. Orada bir o'sha Amir Husaynzoda degan hujumchisi chiqdi, juda ham zo'r talant sifatida, lekin u ham pastlash davri. Ya'ni Eron terma jamoasini ham bu yerda tushunish kerak, muammolari bor. Mehdi Tarimiyning fikri, futbolchilar bosim ostida qolib ketyapti. Ya'ni ular penaltidan gol ura olmay, muxlislar bosimi markazida bo'lishni xohlamadi degan ma'noda. Ular ham vatan jamoasi uchun o'ynaydi, ular ham gol urishni, penaltilar seriyasida qahramon bo'lishni xohlaydi, lekin ura olmasa juda keskin tanqidlar. Juda keskin darajadagi tanqidlar va menimcha o'yinning oldingi fikrlar ham juda bir haqoratli holatda emasdi. Kontekstdan kesib olinganda u yerda, ya'ni biz O'zbekiston bilan juda ko'p o'ynadik. Bizga qiziqrog'i Misr degan ma'noda aytgan. Ya'ni Misr bilan o'ynash biz uchun Misr bilan o'ynash biz uchun qiziqroq. Bu yerda gap Saloh yoki Misr yulduzlarida emas. O'zbekiston bilan juda ko'p o'ynadik. Bu muxlislar uchun ham bir yangilik bo'lmaydi degan ma'nodagi fikr edi. Va eronliklar O'zbekiston futbolini, O'zbekiston terma jamoasini jiddiy hurmat qila boshlagan. Terma jamoamizda Rustam Ashurmatov, O'tkir Yusupov, bu yerda Masharipov, Oston O'runov liderlarimiz eronchi. Agar hurmat qilmaydigan bo'lsa va nechtadan nechta futbolchimizga taklif ham bo'lyapti hozirda. O'zbek futboli
futbolini juda katta darajada eronliklar hurmat qilishadi va bu maydonda ham ko'rindi. Oston O'runov Eron chempionatidagi eng o'sha yoqimtoy futbolchi deyiladi, yulduz futbolchi, mana shu darajaga chiqib ulgurgan. Shu sababdan Eron bilan bahslar juda prinsipial va O'zbekiston bu kurashda yutib chiqyapti deb o'ylayman. Durang o'ynalgan uchrashuvlarda ham qayta olganimiz bo'lganda 0-2 ni 2-2 ga aylantirganimiz yoki jahon chempionati saralashda mehmonda juda ham zo'r startni amalga oshirdik. Mana bu bahsda ham qizil kartochkagacha kim ustun edi desa, o'ylab o'tirmasdan O'zbekiston terma jamoasi. Hatto qizil kartochkadan keyin ham bir bora Abduvohid Ne'matov darvozasiga zarba berdi. Bir kishi ko'p bo'lib qolgan holatda bir bora zarba berdi. Xotirjam tarzda g'alaba qozonadigan davrga yetib keldik. Zo'r. Bardavom bo'lsin. Endi qizil kartochkani o'zingiz boshlab ketdingiz mana. Qizil kartochka juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lyapti. Javohir ijtimoiy tarmoqlarda o'zim ham Instagramga qo'ydim. Shunchaki Abduqodir Husanov qizil kartochka oldi deb qo'ysam, kimdir aytayapti Husanovda ayb, bunaqa patkat tashlamasligi kerak edi, o'rganib qopti patkatga deb aytayapti. Kimdir aytayaptiki, yo'q Abdulla Abdullayevda ayb deyapti-da. Misol to'pni sekin uzatdi. Siz nima qanaqa ko'rdingiz o'sha qizil olgan vaziyatimizni, qizil kartochka olganimizni? Albatta Abdulla Abdullayevda ham biroz xato bo'ldi. U yerda pas berishda biroz sekinroq pas berdi va bu o'sha zona bo'shab qolgandan keyin Abduqodir Husanovni tezlikda yetib olishi mumkin edi, lekin u patkat tashlashga o'rganib qolgan. Rostdan ham shu patkat tashladi, to'p uzoqlashib ketdi va futbolchining oyog'iga borib tegdi. Shu patkat va hakam so'nggi umid foli sifatida qizil kartochka ko'rsatdi, to'g'ridan to'g'ri. O'zi shartmidi patkat tashlash? Misol uchun o'sha vaziyatni hamma muxlislar ko'z o'ngida ochiq hudud bor edi. Abdullayev o'sha hududga pas berdi. Misol Husanov yugurib, unga yetib olib sal qarshilik ko'rsatsa, tezligini bilamiz Husanovning qanaqa tezligini. Bu faqat Eron bilan o'yin emas, Premier Liganing istalgan o'yinda ham tezlik bo'yicha ancha futbolchilardan tezdi. O'sha qarshilik qilib ko'rsatib tursa, Abdulla Abdullayev yetib olmasmidi o'sha vaziyatda? Endi u vaziyatda Abduqodir Husanovni ko'zi bilan ko'rish kerak-da, u vaziyatda. Futbolchi endi qanaqa holatda edi, shu sababdan birdaniga qaror qabul qilish kerak edi. Yoki tez yugurib yetib olish kerak, yoki patkat bilan to'p topib qo'yish kerak edi. U patkatni tanladi va yakunda ko'rdingiz o'zingiz. Qizil oldi. Muhammad Yo'l aka, siz ham shu o'yinni sharhlab bordingiz. Sharh jarayon endi biz muxlis sifatida ko'rganda nimadir gaplarimizni aytishimiz mumkin. U xato qildi, noto'g'ri tashladi. Sharhda o'zining me'yorlari bor baribir. O'sha sharh jarayonida qanaqa ko'rindi sizga Husanovning patkati, qizil kartochkasi? O'zi o'sha dastur boshida aytdim-ku, sharhlovchi yoki jurnalist futbolchiga nimadir o'rgatish qiyin masala-da. Maydonda uning o'rnida bo'lmasdan turib, Abduqodir Husanov bu yerda tezlikda yetib olish mumkin edi, boshqa choralar bor edi, lekin o'yin yakunida eng muhimi bu natijaga ta'sir o'tkazgani yo'q. Shaxsan men agar tavakkalda quvlab yetib olish, agarda Abduqodir Husanov yeta olmaganda va gol urilganda, bu har qanaqa Eron 1-0 ni ushlay oladigan jamoa. 1-0 hisobni ushlab qolganda va penaltilar seriyasiga bormaganimizda bu mag'lubiyat edi. Yakunda Abduqodirning o'sha patkat evaziga vaziyat gol bilan tugamadi. Biz penaltilar seriyasiga bordik. Penaltilar seriyasida g'alaba qozonyapmiz. Ya'ni Abduqodir bu yerda zararga ishlab qolgani yo'q. O'zi mana shu qizil kartochka menimcha rasmiy o'yinlarga umuman ta'siri yo'q. Faqat o'rtoqlik o'yinlar. Faqat o'rtoqlik o'yinlarini ham tushiradi keyingi o'yinlar. Bo'ldi. Bu uchrashuv rasmiy maqomda emas, bu qizil kartochka bekor qilinadi. Endi yana bitta futbolchimizga o'tamiz. Oston O'runov nima qilib tashladi? Oston O'runov transfer marketda shu noyabr oyida qidirilganlar bo'yicha eng birinchi o'rinda turibdi. Qidirilganlar? O'sha ism familiyasini qidirgan. Qidirgan Oston O'runov transferi shu qishki transferlar oynasi ochilganda menimcha katta bir top klubga o'tishi mumkin. Qishki transferda. O'zi uni Persepolis bilan shartnomasi qanaqa? Bilasizlarmi? Persepolis bilan hali shartnomasi bor, adashmasam. Kamida mavsum yakunigacha, chunki bunaqa futbolchilar qishgacha shartnoma tuzishmaydi va baribir qishda men qo'shilmayman transfer qilinishiga. Qishda katta transferlar ham bo'ladi. Birinchi o'rinda jahon chempionati bo'ladigan yilda futbolchining o'zi ham yangi jamoaga o'tib, jahon chempionati oldidan tavakkal qilishni xohlamaydi deb o'ylayman. Shuning uchun va eng katta yarmarka jahon chempionati bo'ladi. Oston anchadan beri taniqli bo'lsa-da, u hali 25 yoshda. Ya'ni jahon chempionatidan so'ng qaysidir Yevropa klubi bo'lsin, Osiyo grandi bo'lsin, bemalol transfer qilishi mumkin. Ya'ni futbolchini o'zi ham jahon chempionatigacha kutadi deb o'ylayman. Jahon chempionatiga kutib, undan keyin transfer bo'lsa kerak. O'zi Juventus haqida gap ketyapti-da. Javohir eshitdingizmi shuni? Juventus qiziqyapti degan ishlar chiqdi. Ana ular jurnalistlar yozib chiqqan italiyaliklar. Juventusga tortib olarmikin? Tortsa kerak menimcha. Lekin Misr bilan o'yinni qilsa, istalgan klubga o'tsa bo'laveradi.
Undan tashqari mana mamlakatimizda ham chempionat tugayapti. Neftchi jamoasi bu yilgi mavsumda chempion bo'lishga yaqin. Nasaf o'tgan yili chempion bo'ldi. Bu yil endi medallar uchun kurashib ko'radi. Chempionlik deyarli masalasi hal, u haqida ham alohida podkast qilsak bo'ladi. Lekin hozir klublarimizning xalqaro maydonlardagi ishtiroki Andijon klubi ketma-ket durang o'ynayapti. Nasaf ketma-ket mag'lubiyat uchrayapti. Qanaqa kuzatyapsiz mana shu o'yinlarni? Juda ham asabiy bo'lyapti bu narsa. Andijondan gol kutib charchadik, Nasafdan g'alaba kutib charchadik, to'g'risi. Endi bu narsalar yana hali Nasaf o'ynaydi, Andijon o'ynaydi. Keyingi o'yinlarda g'alabalar kutib qolamiz albatta jamoalarimizdan. Muhammad Yo'l aka, sizda qanaqa qarash bu xalqaro maydondagi klublarimiz ishtiroki? Menda ham shunaqa qarash, kutilmalar g'alaba bo'lsin, natija bo'lsin, ammo ochig'ini tan olib aytish kerak. U yerdagi istalgan jamoa bilan tarkibni solishtirsangiz, byudjetni solishtirsangiz, hozir qayd etilayotgan natijalar bu real voqelik. Nasaf qanday qilib Al-Ittihod, Al-Hilol yoki Al-Nasr mayli Birlashgan Arab Amirliklari klubidan tenglasha olmaydi. O'tib ketishi, Andijonning raqiblarida ham Yulian Draxler o'ynayapti. Shu nuqtai nazardan qayd etilayotgan natijalar real holat. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Klublar miqyosida ular katta investitsiya evaziga baribir natijalarga ega bo'lishadi. Lekin Nasafda ham, Andijonda ham imkoniyat bor hali o'sha guruhdan keyin. Ikkala jamoada ham imkoniyat, real imkoniyat bor. Buning uchun bu yog'iga o'zgarish kerak-da. Butkul o'zgarib keta oladimi yoki yo'qmi? Bunisi qiziq. O'zi Maksim Shatskix iste'foga chiqibdi. Andijon klubining bosh murabbiyi. O'zi Shatskix Paxtakorni ham boshqargandi 2 yilcha adashmasam. O'shanda O'zbekiston chempioni qila olgandi Paxtakorni. Qanaqa qildi bilmadim, lekin Andijondagi ishlari unchalik yurishmadi. Andijonda statistikasini ko'rdim. Yutqizgan o'yinlari yutgan o'yinlardan ancha ko'p. Bu murabbiyning ketishiga olib keldi oxir-oqibat. Oxirgi o'yinlarda ham misol uchun Dinamoga mag'lub bo'lgandan so'ng klubdan ketdi va undan oldingi o'yinlarda ham kutilmaganda mag'lubiyatlar bu Maksim Shatskiyni Andijondagi faoliyatiga yakun yasab berdi. Akmal Shorahmedov vaqtinchalik bosh murabbiy etib tayinlanibdi. Qolarmikan Akmal Shorahmedov yoki boshqa murabbiy olib kelinarmikan o'zi uchun? Menimcha vaqt ko'rsatadi. Menimcha kattaroq murabbiy olib kelishi mumkin. Chunki hal Akmal Shorahmedov menimcha kim bo'lishi mumkin kattaroq murabbiy? Bilmadim. O'zbekistonda u haqida xabarlar ko'rmadim to'g'risi. Muhammad Yo'l aka, Shatskixni ketishi, uni o'sha Andijonda o'tkazgan davr haqida qanaqa fikrdasiz? Juda yomon davr. Natijalar nuqtai nazardan. Endi Shatskixga ham qiyin bo'ldi. Yozda butkul jamoa legionerlar ketib, yosh futbolchilarni olib keldi va natija qila olmadi. Endi murabbiylarda bo'ladigan odatiy holat, natija bermadimi, almashtirilyapti va o'sha rahbariyat tomonidan aytildi, Andijon chempionlik uchun kurashadigan jamoaga aylanadi deb va bunda bitta katta murabbiy kelmasa bo'lmaydi. Babayan haqida gap so'zlar yuribdi. Agar bu amalga oshadigan bo'lsa, qiziq bo'ladi vodiy jamoalar. Babayan haqida gap so'z bor. Vodiy jamoalarini kuzatish. Qiziq, eksklyuziv ma'lumot bo'ldi. Yana bir ma'lumot, O'zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida 5 pog'ona yuqorilab 50-o'rindan joy oldi. O'zi Muhammad Yo'l aka, mana shu podkastga kelishimizda siz menga qiziq ma'lumotni aytib berdingiz. Mana shu ma'lumotni muxlislarga ham aytasiz. O'zbekiston terma jamoasining eng yuqori reyting o'rni qachon va qaysi payt bo'lgan? 2006-yilda 45-o'ringa chiqqanmiz. 2006-yildan 2007-yil o'sha 2006-yil yakuni, 2007-yil boshida deyarli shunaqa davrda 45-o'rin. Lekin bu faqat jahon chempionati oldidan qur'a tashlash marosimida rol o'ynashi mumkin. Ya'ni nisbiy holat, baholash emas. O'zi 210 ta davlat FIFA ga a'zo bo'lgan ekan. 210 ta davlat ichida 50-o'rin menimcha yomon emas. Bu oxirgi yillarda o'sha futbolimizning rivojlanishi, natijalari yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Endi podkastimiz oxirgi yakunlanib qoldi va oxirida men sizlardan yana o'sha narsani so'ramoqchiman. Ya'ni milliy terma jamoasi, orzungizdagi milliy terma jamoamizni tuzib bering. O'zbekiston milliy terma jamoasini. Birinchi Javohirdan boshlaylik. Endi bu juda ham qiyin masala, chunki hozirgi payt va oldingi davrda solishtirib ko'rsak, shulardan kelib chiqib tuzaman. Darvozaga O'tkir Yusupov. Davlat jamoasi posboni. Himoyachilar chap qanotga Nasrullayevni qo'yaman. Markazga Abduqodir Husanov hamda Aliqulov, o'ng qanotga Hojiakbar Alijonov. Yarim himoyachilar hozirgi terma jamoamizda, hozirgi tarkibimizda nima deysiz? Men o'zim shunday o'ylayman-da. Chap qanotga Masharipov, yarim himoyaga o'tdik hozir. Yarim himoyada. Chap qanot Masharipov, markazga Otabek Shukurov va uni sherigi Odil Hamrobekov, o'ng tomonga Abbosbek Fayzullayev, hujumda Eldor Shomurodov va chap qanot hujumchisi Abbosni aytdingiz. Abbosni aytdim. Eldor Shomurodov yonida Hojimat Erkinov.
Hojmat Erkinov. Markazda ko'rish qiziq bo'ladi. Zo'r. Hozirgi milliy terma jamoamiz ekanda. Sal tarkibni siz tanlasangiz, mana shunaqa tarkib bo'ladi, lekin qaysidir biri zaxirada qolib ketishi mumkin. Murabbiy kim bo'ladi mana shu jamoada? Murabbiy Cannavaro bo'la qolsin. Fabio Cannavaro. Zo'r. Endi Muhammad aka sizga Men eshitish. imkon boricha ko'rgan futbolchilarni tuzishga harakat qilaman. Ignat Iniesta darvozada. Bolaligim posboni to'g'risi. Chap qanot himoyasida milliy terma jamoa libosida eng yaxshi ko'rgan futbolchilarimdan biri Vitaliy Denisov. O'ng qanotga o'tadigan bo'lsak, Hoji Akbar Aljonov. Ko'rganlarimni tuzyapman. Markazda Anzur Ismoilov hamda Abduqodir Husanov. Juda ham xohlagan bo'lardim uchlik himoyani bu yerda Husndan Aliqulovni. Abduqodir va Husndan Aliqulov deyarli bir xil holatda, ikkalasidan biri. Bittasi zaxirada turib turar. Ha, yarim himoyaga o'tadigan bo'lsak, Odil Ahmedov, Mirjalol Qosimov tandemi. Yarim himoyada qanot vingerlari. Chap qanotda Eldor Shomurodovni qo'ygan bo'lardim, chunki chap qanotda boshlagan. Chunki hujum chizig'idan nomzodlar juda ko'p. O'ng qanotga. Xo'p, o'ng qanotga hozirgi davrda juda yoqyapti, shuning uchun Oston O'runovni nomlar juda ko'p O'zbekiston terma jamoasida qo'yish mumkin bo'lgan, lekin boshida aytdim, o'zim ko'rgan futbolchilardan iborat jamoa. O'rtada ikkita futbolchi aytishingiz kerak bo'ladi endi. Ahmedov va Mirjalol Qosimov. Ikkita bo'ldi. Keling, o'ng qanotga Oston emas, Server Jeparovni qo'yamiz va 4-4-2 sxema. Ha, 4-4-2. Hujumda Maksim Shatskix va Aleksandr Geynrix. Endi murabbiy kim bo'ladi bu jamoaga? Katanets. Srechko Katanets. Uzoq davr baribir barqaror boshqardi. Balkim keyingi yil so'rasangiz bu nom o'zgarishi mumkin, lekin hozir Srechko Katanets. Zo'r. Har ikkovlaring tanlovlaring qiziq bo'ldi. Javohir hozirgi tarkibimizni aytib berdi. Siz aralashtirib, mix qilib tarkib tuzib berdingiz. Rahmat aytamiz albatta Muhammad aka. Taklifimizni rad etmasdan kelganingizga. Javohir, sizga ham kattakon rahmat. Bugungi suhbatimiz sizlar bilan ancha qiziq bo'ldi. O'ylaymanki, keyingi podkastlarga ham albatta taklif qilsak kelasizlar. Shuning bilan bugungi podkastimiz ham o'z yakuniga yetib boryapti. Bizning YouTube kanalimizga, O'zbekiston futbol YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying va bizga albatta homiylar ham kerak bo'ladi. O'z mahsulotingizni bizning YouTube kanalimizda reklama qilmoqchi bo'lsangiz, albatta biz pastda raqamlar qoldiramiz. O'sha raqamlarga murojaat qilib, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi podkastimiz tugadi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat. Yo'nit qolib ketdi. Mayli, yo'nitni gapirildi-yu ko'p joyda